Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Xudo xolasa mana Ramashka Ispaniya namurimizda o'z egasiga topshirdik. Xudo xolasa Qo'qon shahriga ko'rib turibsizlar, bu tomonda katta bahaybat qilib ishlangan demoqchi edik. Uyni kattaligidan yutib oldi, kichkina shkafcha bo'lib qoldi. Lekin razmerlari keladigan bo'lsa, yeniga 2.40 sm bo'lgan, bo'yni balandligi bo'ladigan bo'lsa 2.15. 6 eshikdan iborat. Krashini yengil bo'lgan. Ichki ko'rinishdan ko'rib turibsizlar, ayollarimizga puluvkali siflari va uzun kiyimlarga hamma mexanizmi davolchi qilib ishlangan. O'rtasida qora kalyon oynaklari bilan birga. Bu tomon bo'ladigan bo'lsa, albatta ustki tomon. Kravatlarimiz 2.10 ga 1.70 matras tushgan, albatta 3 yil garantiyasi bo'ladi. Taylarda bo'ladigan bo'lsa, sofa sandiqlari bilan birga. Ikkita platformalari, bosh tomonlari bo'ladigan bo'lsa, hamon matolar bilan qurilgan. Bu tomonda bo'ladigan bo'lsa, o'rta bejram qilib ishlangan termolarimiz. Termomizda ham ko'rib turibsizlar, podsetkalar qo'yilgan. 4 ta balkon. Hammasida turka ruchkalar, bitta mexanizm ishlangan. Yana bitta narsasiga ahamiyat berib qo'yasizlar, baltiq matolarni hamma joyiga bezagan. Bu tomoni bo'ladigan bo'lsa, ayollarimizga o'sha paypoq sochiq deydimi, parfumeriya deydimi, aksessuarlar qo'yishlikka bunisiga bitta sutchamiz bor. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Muhrida mebellariga aloqaga chiqa olasizlar.